Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan foydalanuvchilarni o'chirishni va ularni tipini o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Demak, biz o'tgan darsda foydalanuvchilarni yaratishni ko'rgan edik va foydalanuvchilar ro'yxatiga borishlik uchun parametriga o'tamiz va учетный записni tanlaymiz. Bundan esa семя и другие пользователи. Ko'rib turganingizdek, bu joyda Murod degan foydalanuvchi mavjud. Uni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, qo'shimcha funksiyonallar chiqadi. Изменить тип учетной записini bosamiz va e'tibor berganingizdek, bu joyda стандартный пользователь turibdi. Endi buni administratorga o'tkazadigan bo'lsak va OK ni bosamiz. Ana endi ko'rib turganingizdek, Murod foydalanuvchisi administrator huquqiga ega bo'ldi. Administrator huquqida aytganimdek, kompyuter bilan bog'liq bo'lgan deyarli barcha amallarni bajarishingiz mumkin bo'lar ekan. Endi keling siz bilan foydalanuvchini o'chirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun test foydalanuvchisidan foydalanamiz. Test foydalanuvchi bizga kerak emas. Ya'ni keling mana test 2 foydalanuvchisidan foydalanamiz. Bu test 2 foydalanuvchisi bizga kerak emas. Buni o'chirish uchun udalить tugmasini bosamiz. Buni udalить tugmasini bosadigan bo'lsak, o'chirishdan oldin shunaqa oyna chiqadi va удалить учетный запись и данные. Endi buni o'chirishdan oldin sizga bir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsani aytib o'taman. Har bitta foydalanuvchi yaratilganda, uning uchun alohida papka yaratiladi. Bu papka esa provodnikda, C diskimizda, ya'ni operatsion tizim o'rnatilgan diskimizda, пользователи degan joyda va buning ichida o'sha test degan papkaning ichida bo'ladi. Hali biz test 2 foydalanuvchisiga kirmaganligimiz uchun bizda hozir uning papkasi mavjud emas. Bir marta o'sha foydalanuvchiga kirganingizdan so'ng mana shu joyda papka hosil bo'ladi. Endi bu papka ichidagi agar foydalanuvchi o'ziga masalan internetdan nimadir yuklab olgan bo'lsa yoki рабочий stolda qanaqadir fayllari bo'lsa, u fayllarni olib boshqa kerakli joyga o'tkazib olishingizni va undan keyin esa удалить учетный запись tugmasini bosishingizni maslahat beraman. O'ylaymanki, sizga bu narsa tushunarli bo'ldi. Hozir ayni vaqtda удалить учетный записni bossak ham bo'ladi. Keling siz yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun sizga именно пользователь testni o'chirishni ko'ramiz. Test пользователini o'chiramiz. Удалить учетный запись данные. Foydalanuvchimiz o'chirildi. Ana endi provodnikka yana qaytib qarasak, bizda test papkasi ham o'chib ketdi. Bu degani o'sha test foydalanuvchisi uchun ajratilgan papka, yaratilgan papka ham endi o'chirilib yuborildi. Demak, siz hozir foydalanuvchilarni o'chirishni bitta yo'lini ko'rdik. Endi ikkinchi yo'lini ko'radigan bo'lsak, har doimgidek provodnikni ochamiz. Этот kompyuterni ustiga olib borib, управлениеga o'tamiz. Bu joydan локальный пользователи va bu joyda ko'rib turgan o'sha test 2 foydalanuvchisini ustiga borib, o'ng tugmani bosamiz va удалить parolni beramiz, ya'ni tanlaymiz. Ana endi da tugmasini bosamiz. Bu joyda ham e'tibor bering, barcha foydalanuvchi fayllari, papkalari o'chib ketadi. Da tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, foydalanuvchilarni o'chirishni ikki xil usulini ko'rib chiqdik. Endi bundan tashqari boshqa usullari ham bor, lekin ayni vaqtda siz bilishingiz kerak bo'lganlari shular. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.